Assalomu alaykum hammaga. Men 72 yoshli Azat ota Jumaniyozov o'zimning 70 dan keyingi hayot deb nomlanuvchi YouTube kanalimda sizlar bilan g'oyibona diydor ko'rishib, uchrashib turganimdan g'oyat xursandman. Men bugun sizlarga men bilan telefonda so'zlashgan ajoyib bir insonning telefon gaplashuvini qo'yib eshittirmoqchiman. Bugun 2026-yil 26-iyun Juma kuni. Bugun menga Surxondaryo viloyatining Oltinsoy rayonidan 65 yoshli Mengliboy degan bir ajoyib inson qo'ng'iroq qildi. Mana shu qo'ng'iroqni hozir sizlarga qo'yib eshittiraman. Mana o'sha qo'ng'iroq. Yaxshilab eshitinglar, juda ibratli qo'ng'iroq bo'ldi. Juda maza qilib suhbatlashdik Mengliboy ukamiz bilan. Mengliboyning telefoni. Yaxshimisiz? Men Xorazmli Azat otaman. Evet, taniyman, ovozingizni. Ha, soatda gaplashtiribman. Telefon yuqorida ikkinchi qavatda edi. Telefon jingildagandan nevaram aytdi, Azat ota chiqdi dedi, cho'g'da hovliga keldik. Mengliboy, yaxshimisiz? Uy ishlar, bolalar hammasi yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat akajon, rahmat. Menga qarang, siz menga SMS yozibsiz telefonda. Mening og'irligim 114 kilogram, xotinim 108 kilogram. Ro'za tutishni boshladim deb. To'g'rimi? Ha, to'g'ri-da. Endi qanday qilib ro'za tutyapsizlar? Shuni tushuntiring menga. Qarang, bugundan o'zi bu endi hojga borib kelgan oilam, akam. Hojiman, shuning uchun dinlarga ham e'tiborliroq, shu bugunlardan ro'za tutishim kerak ekan xo'jayin deb ro'za ushladi. Xo'p. Shunga men aytdim, endi bu Odat akaning gaplariga ham ko'rsatuvlarining ham hammasini to'liq ko'rib borishga harakat qilaman akajon. Siz bilan mana shu gaplashib turgandayman. Xo'p. Endi ertalabki bergan ko'rsatuv odish haqida Taroziga chiqdingiz, ularni ko'rdik. Endi Hojimaga ham aytaman-da, mana endi bu ko'rsatuvlar to'liq ko'rib boramiz, maslahatini olamiz deb. Xo'p, sizning bo'yingiz necha santimetr bo'yingiz? Mening bo'yim Hoji aka 180 bor pastda, 180. O'rtachadan yuqoriroq ekansiz bo'yingiz, lekin 114 kilogram vazningiz, ha? Aha, 114 kilogram vaznim. Odat aka, men mahallada ishladim, selsavitda raisi vazifasida. Hozir ham mahallada nuroniy bo'lib ishlayman. Bo'yim balandroq, ko'plar sening deydi, qorning o'zingga yarashadi, normalni, chiroyli ketishgan odamsan deydi. Lekin ko'plar aytadi, yo'q, sening besing yoshingga nisbatan og'ir bo'lib ketdi deydi. Ana shularda sizning maslahatingiz kerak-da. Shuning uchun men sizning og'irligingizni ko'rgandan keyin bo'yingizni 180 deb aytdingiz, lekin baribir 114 kilogram u 180 bo'yga sal og'irlik qiladi, ziyodatroq. Siz kamida 90 kilogramgacha 24 kilogram ozishingiz kerak. Shunda siz yengil yurasiz, shunda sog'lig'ingiz to'g'irlanadi, shunda qo'shimcha oyoqqa, yuraklarga nagruzka bo'lmaydi. Chunki hozir 65 yoshda bo'lsangiz, sekin mana shu 114 kilogramlik vazn mana shu oyoqlarga, tizzaga, keyin uning pastiga
nagruska beradi. Keyin yüreğinizin kan tamirlariga ham, yürek sistemasiga ham nagruskasi bor bu ağırlıkning. Endi shuning uchun sizga mening maslahatim, siz ozishni haqiqatdan xohlaysizmi yo prosta bir o'yin qilib sinab ko'rmoqchimisiz? Odat aka, to'g'risini aytsam, endi shu mahallada ishlaymiz. To'ylarda endi shu boshqa to'ylarni ham boshqarib turaman gohida. Nafsim balandroq, to'g'risini aytishim kerak-da. O'rtaga chiqqandan keyin rais bobo deydi, ko'pchilik oling deydi. Vatanxonning shoh sifatida o'tirasiz. Endi o'yinchalik ham to'liq anaqa qilolmayman, lekin bu yerda asosan xotinim mana yonimda turibdi, eshityapti sizni to'liq. Xo'p. O'qimishli inson bo'lam. Lekin bular olishga harakat qilib, mana Ro'dosha sizning gaplaringiz to'liq qulog'iga yetib borib turibdi. Bemalol ikkovimizga nisbatan ham gapiraveradi. Xo'p. Aroq ichasizmi, ichmaysizmi? Qarang, Odat aka, aroqda endi shu baribir rais degani yashirib bo'lmay, sizdan yashirsam o'zim aldagan bo'laman-da. Xo'p. Lekin oldinlari ichardim. Xo'p. Bir kunda 1 shisha 0.5 aroq ichib qo'yardim. Hozir 0.5 ichib qo'yardim. Yaqin pensiyaga chiqqanimdan beri juda kamaytib, o'zim nasihat qilib, lekin ozgina ichish kerak degan bilan ovqatdan oldin 100 gram, 150 gram ichaman shu. Oldin bir oyda 30 butilka aroq ichgan bo'lsam, hozir 2 butilka, sal ko'proq mehmondorchilik bo'lib qolsa, sal ko'payish uchov bo'lishi mumkin. Mana menda haqqi. Xo'p, endi yana bir savol. 1 oylik 3 shisha 1,5 litrga to'g'ri keladimi shunday bo'ladi 1 oylik. Xo'p. Har kuni ichasizmi yo vaqti bilan to'ylarda? Yo'q, har doim ichaman. Uyimda Odat aka 1 shisha aroq olib qo'ygan bo'lsam ham tachchada balandda turadi. 10 kun, 15 kun shu haligi tartanak deydimi, voskincha turadi. Hozir o'zimga juda aroq bo'yicha kuchli nasihat qilaman ham. Endi baribir Xudo xolasa xotinim hajga borib keldi. Qachon bordi? 23 da borib keldi. Meni ham ikkita qizim bor, aytdimmi, oilaviyda. Borasan deb turib oladigan bo'lsa, buni endi yo'qotib borishim kerak-da, akajon. To'g'ri. To'g'ri yo'ldasiz. Endi siz xotiningiz hajga borib kelgan bo'lsa, 5 vaqt namozni o'qiyotgan bo'lsa, siz ham qoldirmasdan ro'za tutadi. Shunga siz ham qo'shishingiz kerak. Bo'lmasa siz boshqa dunyo, u ayolingiz boshqa dunyo bo'ladi. Shuning uchun yerda ozgina anaqa katta hovlim bor. Ikkinchi qavatda Hojim momo yashaydi, pastda bu yorim 10 xona o'nga, 10 xona menga. U boshqa dunyo, men boshqa dunyoda. Xo'p. Mana shuni endi yoshingiz 65 da ekan, bu yoqqa u boshqa dunyo, men boshqa dunyo deganingiz bo'lmaydi. Odamga yoshi o'tgan sayin suyanchiq kerak bo'ladi. Keyin suhbatdosh kerak bo'ladi. Shuning uchun endi sizga mening maslahatim shu aroqni kanda qiling, tashlang. Aroqni tashlang. Keyin iloji boricha ayolingiz bilan birga shu 5 vaqt namoz o'qishni boshlang. Endi men hozir bugundan sirazi boshlang deymayman. O'zingizning imkoniyat darajangizga, o'zingizning hayot tarzingizga moslab shu yo'lga o'ting. Birinchi aniq aroqni tashlang, ichmang. Birinchi bu o'zingizning 1 oymi, 2 oymi sinab ko'ring, ichmang. To'ylarda ham ayting, men ichmayman desangiz, sizning og'zingizga majburlab hech kim qo'ymaydi stakan bilan. Shunday men qilyapti Hojim momo. Men bir 20 yillardan beri, 26 yildan beri, 2000-yildan beri aroq ichmayman mening o'zim shaxsan o'zim. 72 yosh tamomman. Shu 50 yoshlardan oldin qo'yib yuborganman. Shuning uchun siz ham qo'yasiz, albatta qo'yasiz. Keyin shu ayolingizga qo'shish uchun, keyingi hayotingiz yaxshi bo'lishi uchun siz ham
haligi namoz o'qishga o'tsangiz juda yaxshi bo'ladi. Mening taklifim bu, siz majbur emassiz, o'zingiz bilasiz hayotingizni. Har kimning o'zining hayoti bor. Shuning uchun endi bu birinchi masala bo'ldi. Aroq bilan namoz masalasi birinchi masala bo'ldi. Endi asosiy ozishga kelamiz, ozishga. Ozish uchun siz mening videolarimni ko'ring, ham men sizga hozir shunday maslahat beraman. Ozish mumkin, lekin ko'pchilik ozish yo'lini bilmaydi. Men ham 15-maydan boshlab, 16-maydan boshlab 15-iyungacha bir oy davomida atiga 1 kilogram ozdim. 1 kilogram. Chunki men ozish yo'lini bilmasdan ozish uchun harakat qildim. Ozishning yo'li bor. Ozishning imkoni bor. Shu yo'lga tushish kerak, shu imkonni topish kerak. Mana men topdim shuni. Men hozir har kuni 0,5 kilogram ozib turibman. Chunki nimaga bordim? Men ichki ishlar xodimman. Pensionerman. Toshkentdagi bizning markaziy gospital bor. Shunga borib 10 kun 10-iyundan 20-iyungacha davolanib keldim. Shu yerda vrachlar bor, juda aqlli, juda o'tkir, o'zining sohasining ustalari. Men shulardan birisiga aytdim, men ozishim kerak. Chunki bo'yim 1.65, lekin vesim, og'irligim 91 kilogram. Menga hozir shu 25 kilogram kamida lishniy ortiqcha vaznim bor. Shuni azalmayapman desam, bir aqlli vrach chiqib menga yaxshilab tushuntirdi. Keyin men shu yo'lga kirdim. Shu 10 kunning ichida 5 kilogram ozdim men. 10-iyundan 20-iyungacha 10 kunning ichida 5 kilogramga ozdim. Bu oson narsa emas. Faqat yo'lga tushib, uning qanday qilib bajarishni bilsangiz, shu ozish mumkin ekan. Men ozdim. Mana videolarimdan taroziga chiqib 24, 25, 26 3 kunlikini qo'ydim. Har kuni 0,5 kilo hozir ham ozib turibman men. Endi buning uchun Mengliboy ukam, ayolingiz qanday roza tutyapti? Shuni ayting qani menga. O'zi aytsin, men aytqanlar. Qani aytsin agar. Mana o'zi bilan gaplashib beriladi. Bo'ldi. Yo'q, mayli. Nima hojatdan bilan. Mana hojimman o'zi bilan gaplashib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Alaykum assalom. Hodibo, yaxshimisiz? Salomatmi, doktor bo? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Nizarlar katta bo'lyaptimi? Rahmat. Eshitaman sizni. Eshitaman. Ha, men ham bugun Muharram oyining 10-kuni ro'zasini tutdim. Bir kun tutayapman. Kecha tutolmadim, bugun tutayapman. Bir kunga tutaman endi. Xo'p. Keyin sizni maslahatingizni olamizda ozish uchun. Xo'p. Endi ro'za deganda ertalab saharlik qilib, kechqurun iftorlik qilib turibsizmi? Shunaqa ro'zami? Diniy yo'nalishdagi ro'zami sizniki? Da, diniy. Necha kun tutasiz endi uni? Endi bu Muharram oyini bir kun tutamiz. Ha. Bir kunlik ro'za. Ha, xo'p. Mayli, ro'zangiz bilan ishim yo'q. Lekin men mening ozish tajribam diniy yo'nalishga to'g'ri kelmaydi. Siz mayli o'zingizning diniy yo'nalishda bo'lsangiz, ro'zangizni tuting, hojona. Undan keyin siz 108 kilogram bo'lsangiz, bo'yingiz necha santimetr? 1.60. 1.60, 1.70 bo'lsa kerak. Shu 1.60, 1.70 bo'ladigan bo'lsa, og'irligingiz 108 kilogram bo'lsa, sizda
Ha. 30 kilogramdan ziyod ves bor, og'irlik bor, vazn bor sizda ziyod. Uni yo'qotish kerak. Agar yo'qotmasangiz oyog'ingiz og'riydi, tizzangiz og'riydi. Keyin mana u davleniya degan bo'ladi. Davleniyadan keyin sahr degan kasal boshlanadi. Shuning uchun shundan oldin hozir siz mana turmush o'rtangiz 65 yoshdaman dedi. Mengliboy, siz undan balkim tengdirsiz, balkim kichkinadirsiz, yoshingiz. Men 65-yilman, 65man. 2-3 yosh kichkinaman bu kishidan. Shu 60 dan o'tgan bo'lsangiz, endi ozish sog'liq uchun birinchi vazifa hisoblanadi. Siz 108 kilogram bo'lsangiz ozishingiz kerak, albatta ozishingiz kerak. Shunda sog'lig'ingiz tiklanadi, sog'lig'ingiz yaxshi bo'ladi. O'zingizni men mana hozir 91 kilogramdan 83 kilogramga ozdim, 7 kilogram ozdim bugungi hisobga. Qushda yengil his qilyapman o'zimni. Qushda yengilman. Oldin mana shunday enkayib pastga qaragan paytimda ko'zimning oldi tinib ketib, mana unda yulduzlar chaqnab ketardi. Enkayib nimamning tufligimning shnurini mana bog'ichini bog'lolmas edim. Shundan keyin mana shu ozishga qaror qildim. Endi sizlarga mening videolarimni ko'ring, erli xotin birga ko'ringlar. U yerda hech qanday lishni, hech qanday nima yo'q. Bolalaringiz bilan, nevaralaringiz bilan ham ko'rishingiz mumkin. Ozish uchun birinchi ro'zangizni tugatgandan keyin turmush o'rtog'ingiz Mengilboy bilan birga boshlasangiz yaxshi bo'ladi. Birinchi nimasi, ozishning birinchi sharti, sizlarga shart bo'lgan, bajarishingiz shart bo'lgan narsa mana ovqatlanasiz, ertalab ovqatlanasiz, obedda ovqatlanasiz, kechqurun ovqatlanasiz, to'g'rimi? Bizning o'zbek oilalarida shunday. Ertalab nonushta qilib choy ichganingizdan keyin og'zingizga obedgacha hech nima solmaysiz. Perikus deydi buni. Ruschasi, men o'zbekchasini topa olmadim. O'zbekcha bormi u gapni? Perikus deydi. Biz mana dasturxonning oldidan o'tib borayotgan bo'lsak, konfet turgan bo'lsa og'zimizga solamiz. Yana ana yerda bir olma ya shirinlik, mana u shaftoli, o'rik turgan bo'lsa, uni ham og'zimizga solamiz. Bilmasdan. O'zimiz bilmagan holda shunday qilamiz. Shunga o'rganib ketganmiz. Shuning uchun choyni ertalab 8 da ichdingizmi, nonushta qildingizmi? Bo'ldi, to'xtating. Og'zingizga hech nima solmaysiz. Hech nima. Soat 1 gacha. Perikus to'xtatasiz. Keyin 1 da ovqatlanasiz, xohlagancha ovqatingizni yeng, xohlagan narsangizni yeng, yarim soat. Keyin kechqurungi 6 gacha hech nima og'zingizga solmaysiz, hech nima yemaysiz. Birinchi qoida shu, perikusdan xalos bo'lish kerak. Perikus degan narsani og'zingizga soladigan narsani nonmi, pechenyami, shokoladmi, boshqa narsami, hech nima yemasdan shunday boshlanglar. Shu birinchi qoida. Birinchi qoida mana shu. Dasturxonni o'rab, umuman chetga olib qo'yasiz. Bolalarning xonasiga kiritib qo'yasiz. Shu mana shu qoidani bir hafta bajaringlar, ikkinchi qoidasini keyin aytaman men. Hozir mana bizning bobo 2-3 marta ovqatlanib oldi. Bir parvoz yeb oldi, bir salat qilib yeb oldi. Yo'q. Dasturxon oldin ketilgan yo'q. Yo'q, bo'lmaydi, ozib bo'lmaydi unda. Ozib men ham 16 maydan 15 iyungacha bir oy davomida ozaman deb mana shu perikus masalasini bilmasdan men ham og'zimga solib, lekin kam ovqatlanib shunday qildim, ozib bo'lmaydi. 1 kilogramga zo'rg'a ozdim, bo'lmaydi. Hozir perikusni to'xtatdim. 10-iyundan boshlab har kuni yarim kilo ozib turibman men, har kuni. Perikus birinchi masala. Perikus degan narsani to'xtatasiz, og'zingizga olmaysiz. Bir hafta, mana bugun juma kuni, Juma kuni. Keyingi juma kunigacha mana shu o'zlaringizni sinab ko'ringlar. Perikus degan narsani to'xtating, dasturxonni o'rab yopib qo'ying.
konfet, şokolad, peçeniye, başka salat, yana meyve-çewe, mana o'rik, şaftalı, bodring, pomidor, hech nima yemang. Hech nima yemang. Faqat ovqatlanish paytida yeng, bemalol. Nima yesangiz yeng. Ovqat obed paytida ko'proq. Go'sht yeysizmi, meva-cheva yeysizmi, bodring, pomidor yeysizmi, salat yeysizmi? Mana shu gapni sizlarga birinchi maslahatim mening. Shuni qilsangizlar siz ozishni boshlaysiz. Bir haftadan keyin ikkinchi maslahatni beraman. İkinci maslahatdan keyin siz her kuni kamida 2,5 kilo 300 gram ozishni boshlaysiz. Shunda mana hozir iyun oyining oxiri bo'lsa, iyul, avgust, sentyabrga borib sizning vesingiz 80 kilogram, 90 kilogram atrofiga kelib qoladi. Men garantiya beraman shuni. Doktor bova, savol bersam bo'ladimi? Bemalol. Men doktor emasman, lekin men pensionerman, oddiy. Men doktor emasman, men pensionerman. Eshitaman, aytavering. Qarang, men bizning Termizga boraman. Jayraxonalarga boraman. Oyog'imda tuz bor deydi. Shu meni bezovta qiladi. Kirayotgan bo'lsam, joyimda o'tirib qolaman. Birdan riskka tura olmayman. Ancha vaqt o'tirib qolaman. Namoz o'qiyotgan bo'lsam, qandaydir tortilib qoladi. Yarim soatlab o'tirib qolaman o'tirgan joyimda. Shuni tuz masalasida siz qanday fikringiz bor? Menga qarang. Singlim, tuz masalasi degan bizda sharoitimiz shunday, tuz deyiladi, lekin o asli tuz emas, boshqa narsa. O'zbek tilida mana xalq orasida tuz yig'ilgan deyiladi. Shu gap bor. Hoji aka, qarang. Eshitaman. Ovozingiz kelmay qoldi. Eshitaman. O'zim chiqayman o'zim. Mayli, bemalol. Mayli. O'zim chiqaman, ovozingiz kelmay qoldi. Xo'p. Da eshitaman. Yaxshi eshityapsizmi? Ha, bemalol, eshitaman. Qarang, hoji aka, mana shu oilamam shu oyog'i masalasida ko'p og'riydi. Sizning YouTube'dagi hali o'zingiz tanishtirgandagi qizlarim, kim doktor nevaram, doktor dedingiz. Siz bundan begona emassiz. Shunga oilam ham qiziqib yonimdan ketolmay, 2 kundan beri yonimda turib eshityapti. Shu tuz masalasiga bir yordam fikrlaringizni ayting. Shu to'g'ri, tuzni hozir oldingi telefondan aytdim. Tuz masalasi bor bizda O'zbekiston sharoitimizda. Endi undan qutulish uchun siz albatta og'irligingizni, vesingizni kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Vaznni kamaytirish kerak bo'ladi. Bu birinchi shart, Vesingiz shu 80-90 kilogram atrofida bo'lsa, mana shunda siz o'zingizni yengil his qilasiz, namozingizdan to'g'ri o'qiysiz. Mening o'zim 2015-yilda futbol o'ynaganimda yiqilib, mana shu san suyagidagi chanoq suyagimni sindirganman. Keyin 2025-yilgacha 10 yil davomida uyda men anavda pastelda yotib qolib, 2 tayoq bilan yurib, o'rnidan qo'zg'almay qolganman men ham. U mening boshimdan o'tgan. Mening o'g'lim ham tibbiyot sohasida tibbiyot fanlari doktori, qizim tibbiyot fanlari nomzodi kandidati Toshkentda ishlaydilar, yashaydilar. Mening o'zimdan katta opam ham tibbiyot sohasida, mening qarindoshlarimning orasida 10 tadan ziyod odam tibbiyot sohasida. Lekin men shularning maslahatiga quloq solmasdan 10 yil yotib qoldim pastelda, to'shakda yotib qoldim mixlanib. 2 tayoq bilan zo'rg'a yurar edim, ko'chaga chiqishga uyalar edim. Vesim shundan keyin oshdi, mana 91 kilogramgacha oshib ketdi. Bo'yim 1.65 mening ham. Men baland bo'yli emasman, o'rta bo'ylidan pastroqman. Endi shundan keyin 2025-yil oxiri o'g'lim majburlab mana shu endoprotez deydi, oyog'imning chan sanog'ining suyagini kesib olib, o'rniga protez, haligi
nimalar qo'ydi, sun'iy protez qo'yildi mening chap tomonimga. Shundan keyin men hozir bemalol yuraman. Mening videolarimni ko'ring, Toshkentda olgan videolarim bor, bu yerda Gurlanda stadionda olgan videolarim bor, bemalol yuraman. Shundan keyin men ozishni boshladim. Chunki ozish bo'lmasa, u baribir oyoqqa nagruzka bo'ladi, suyaklarga nagruzka bo'ladi, yurak sistemasiga, qon aylanish, tomirlarga nagruzka tushadi baribir. Shuning uchun siz albatta ozishingiz kerak bo'ladi. Ozish uchun men sizga aytdim, mana birinchi maslahat perikus. Perikus degan narsani bir hafta to'xtatinglar. Absolut qatib tashlab, dasturxonni yopib tashlab, faqat 3 marta nonushta, obed, tushlik, keyin kechki ovqat, ujin. Mana shu 3 marta ovqatlaning, obedda ko'proq ovqatlaning, kechqurun kamroq ovqatlaning. Chunki nonushtani do'sting bilan o'zing ye, obedni, tushlikni do'sting bilan ye, kechki ovqatni dushmaningga ber degan maqol bor biz o'zbeklarning ichida. Bizda ham bor. Shunga amal qilib, obedda yaxshi ovqatlaninglar, go'sht, po'st, hamma narsa yeyish mumkin. Kechqurun faqat meva-cheva yeyish mumkin. Lekin perikus degan o'rtadagi nimani to'xtating. Shu orada ko'k choy ichish mumkin. Suv ichish mumkin, gazsiz suv ichish mumkin, tozalangan suv ichish mumkin. Ko'k choy ichish mumkin. Ko'katlardan tayyorlangan choy ichish mumkin. 3 ta narsa. Shuni ichish mumkin. Tarvuz umuman mumkin emas. Shirinlik, qovun mumkin emas. Keyin o'rik mumkin emas, shaftoli mumkin emas. Ishqilib suv bilan, ko'katdan tayyorlangan choy bilan, ko'k choy 3 tasi mumkin. Men hozir choy ham ichmayman, ko'katdan tayyorlangan choy ham ichmayman, faqat suv ichaman. Tozalangan, filtrlangan, mana magazinning suvini olib ichaman. Orasida mana shu 3 ta yeyimlik orasida shuni iching. Shunda sizga zarar bo'lmaydi. Perikus qilmang, lekin hech nima og'zingizga solmang, suvdan boshqa. Hozircha suv ichib turaveringlar. Sizda endi Surxondaryoda issiq, shuning uchun men ko'k choy dedim, ko'k choy. Ko'k choy ichsa bo'ladi. Mana shuni tajriba qilib ko'ringlar, shunda sizning oyog'ingizdagi og'riqlar ham yo'qoladi. Hammasi shu sizda 108 kilogramm, 30 kilogrammga yaqin og'irlik, lishniy ves borligi sababli shunday bo'lib turibdi. Men o'zimning tajribamdan o'tkazganman bu gaplarni. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, yana marhamat javob beraman. O'zim bilganimcha, hayot tajribamdan kelib chiqib javob beraman. Men vrach emasman, doktor emasman, lekin oilamning hammasi doktor. Men shulardan ko'proq eshitaman, shulardan bilib olaman, so'rab olaman. Mengliboyga meni tuz masalasi bezovta qiladsa, mana berib rahmat. Tuz deganingiz shu og'irligingiz ziyod og'irlik bor. Shu bilan bog'liqmi? Shuning uchun asosiy shu bilan bog'liq. Keyin sal ozganingizdan keyin omonxona yaqin borasizlar, omonxonada dam olasizlar, er-xotin zo'r bo'ladi. Suvni ichasiz omonxonaning borib. Mana shu juda foydali bo'ladi siz uchun. Mengliboyga bering qani? Akajon, mana yoniginamizda o'tirib, choli kampir, sharoitimiz ham xudoga shukr yomon emas, yaxshi. Katta bir 20 xona hovlimiz bor, balandda toza havoda chiqib siz bilan to'liq hozir bu oilamga gapirgan gaplaringizning hammasini men ham to'liq eshitdim. Endi harakat qilamiz. Vaqtingizni ajratib biz uchun mana shuncha bir chiroyli maslahatni berganingiz uchun rahmat. Hali to'lib toshib o'rtoqlarimga, men tengi chollarga hali sen bilasanmi degan, men kim bilan tanishib suhbatlashganimni deb maqtanamiz. Bular dugonalarga hali aytadi. Ikimizga sig'may turibdi. Men ham o'zi bir shoirona, bir qiziquvchi odamman. Mana shu to'ylarni boshqarib kelganman bir umr. Yaxshi. O'g'lim yo'q. Akajon,
Yaxshi. O'g'lim yo'q, ikkita qizim bor. Shuning uchun siz oilangiz haqida, sharoitingiz haqida yozing deganingizga bildirdim-da men. Bo'ldi, zo'r gap. Shuning uchun o'g'il ikkita qizim bor, 8 ta nevaram bor, hammasi o'ziga to'q, yaxshi. 4 o'g'il nevaram bor, 4 qiz, kecha bir nevaram, hammasi mashinalari bor, Cobalt'ni minib kelib eshigimdan oltin debit qilgan, sevinchim ichimga sig'may xursand bo'ldim. Mana shu nevar o'g'lim bo'lmasa-da, o'g'il nevaralarim mashinada minib dizilayotgani o'zi men uchun bir baxt dedim-da. Конечно. Endi u qarilikda mana shu nevaralarning hurmat e'tiborida bo'lsangiz, shu oliy baxt u. Oliy baxt. Hali sizning bir ko'rsatuvingizdagi bu bola chaqa degan ko'rsatuvda juda ikki vaqtdan Hoji momo bilan eshitdik. U bola chaqa degani sizga hassa emas degansizda. Shu so'zning ma'nosini qayta chaynab ko'rdim. Hassa emas degani endi xohlagan paytda bolani olib bu yoqqa olib borib, bu yoqqa olib ket degan gap emas. Bolaning ham bolasi bor degan ma'noga olib bordim. Shuning uchun sizning ana shu ko'rsatuvingizdan bola chaqa hassa emas, bola chaqani bolasi bor degan qayta eshitdik. Shuning uchun siz bilan bir bog'lanishga, siz bilan gaplashishga, yaqindan bir do'stlashishga, xudo xohla nasiba to'g'ri kelsa, bizning xonadonlardan ham Surxondaryoga kelib bir choy ichasizmi degan yaxshi niyatda gaplashadim-da. Rahmat katta, rahmat. Ko'ngli ochiq inson ekaningiz bilinib turibdi menga boy. Mehmon do'stman men, Hoji aka. Bo'ldi. Ishonsangiz bitta gap aytib olayin, shu yozima kelganda Farg'onada men ham dam olishlarda ko'p yurganman. Farg'onada bir bobo bilan tanishganman, 87 yoshda. Telefonni ochtiramiz, bir zo'r bobo men bilan maslahat berib turadi. Menglijon deydi, nimaga menga telefon bog'lamay qo'ydingiz, chol o'lib ketdi deydingizmi deydi. Men yana boshqa joylardan ham 80 ga 90 kirgan shu do'stlarim, oshnalarim bor, boboylar bor. Ular aytadi, nimaga telefon qilmaysan deydi. Ko'zni davolatganmiz bir joyda bir paytlar. Shuning uchun chollardan tanishlarim ko'p. Bir ko'chaga chiqsam ham bir cholni mahkam ushlab olaman-da, hayoti bilan qiziqib qolaman. Qanday yashagansiz, nimalarda. Shuning uchun sizning gapingiz menga YouTube'dagi gaplaringiz juda yotig'i bilan tushdi, sekin chaynab, maydalab, hozir ham oilamga shunday maydalab shu gaplaringizni qaytadan tushirib berdingiz, vaqtingizni ayamay. Sizga katta rahmat akajon. Sog' bo'ling. Sizga ham rahmat. Siz yaxshi insonsiz, ko'rinib, gap so'zingizdan bilinib turibdi. Endi men birinchi shu maslahatim shu perikus degan narsani to'xtatinglar. Bir hafta o'zlaringizni sinab ko'ringlar. Erli xotin mayli ro'zasini tutib bo'lgandan keyin shu perikus degan narsani dasturxonni ochmay o'zlaringizni sinab ko'ringlar. Endi yana bir sizga bir iltimosim bor. Mana shu hozir siz bilan so'zlashgan bizning telefon gaplashuvimizni mening telefonim yozib olib turadi. Shuni mana shunday Surxondaryolik Oltinsoydan 65 yoshli Mengliboy degan mening ukam bor. Mana shu bilan mening suhbatim deb mening boshqalarga ibrat bo'lish uchun, o'rnak bo'lishi uchun mana shunda yaxshi oila, 2 ta qizi bor, 8 ta nevarasi bor, mana shunda izzat hurmatda hayot kechiryapti deb o'zimning kanalimga qo'ysam bo'ladimi shu sizning ovozingizni? Qo'yavering akajon. Yana ayting. Mengli bobo umr bo'yi mana 36 yil bo'lyapti endi. Hozirgacha shu oldi qishloq fuqarolar yig'ini raisi derdi, bilasizmi? To'g'ri. Shu qishloq fuqarolar yig'inida mayda vazifadan shu raisgacha ishlaganman. Hozirgi kunda ham bekor emasman. Mahallada nuroniy bo'lib ishlayman. Albatta bizning kerakli suhbatlarimizdan yoriting. Surxondaryoliklar eshitsin, bilsin. Shu bilan siz bilan aka-ukaligimiz yoki telefonda bog'lanib turganligimiz. Bo'ldi. Ota tomonlarim ham, ona tomonlarim ham ziyoli bo'lgan bir rahbar vazifalarda ishlagan odamlar ekan. Bo'ldi. Shu sizda bir tomoni mana singillarim Dino 8-marta yashaydi, O'rzabel hammasi o'ziga to'q yaxshi insonlar. Familiyam kerak bo'lsa, familiyani bildiring. Mingniyazov familiyam. Mingniyazov, Mingli. 65 yosh. Yoshdaman. Shu o'g'limiz yo'qligi uchun ham masalan men o'zimda siz to'g'ri tushunasiz, ertaga bari qarilik hukm surib boraveradi. Sizning gaplaringizga tayanib, mana Ozod aka nima demoqchi deb quloq solib boshlaganman bir ko'rsatuvda.
Aha. Shuning uchun bemalol mana suhbatimizni endi siz qayerni kesib tashlab, qayerni yoritib berishni o'zingiz yaxshi bilasiz. Aha. Bemalol yoritib bering. Bo'ldi, Qarshiligimiz bo'ldi. yo'q. Bo'ldi. Xotinim ham bir umr shu kitob do'konida ishlab keldi, do'kon ochib berganman, Oo. ikkalamiz. Denov Oo. shahardan kelib tushgan. Oho. Kitob do'konida ishlab keldida. Aha. Ana endi ikki qizimiz bor, ikkovi ham o'ziga to'q, ikkovi ham bola chaqali zo'r. Endi ikkalamiz hozir uyda qolib ketdikmi deb o'ylagandik. Yo'q, bir qizim kanikul bo'lganligi sababli nevaralarim biznikida xursandchiligimizga sherik. Aha. Bekarchi paytingizda sizning endi bo'sh vaqtingiz sal kamroq bo'lishi mumkin. Biz uyda bo'lamiz. Uyda bir nevara qizim bor ekan. Darrov olgandan hoji bu Ozod aka chiqdi deb ikkinchi qavatdan pastga otilib telefonda olib keldi. Men ham agar mening dedim Ozod aka chiqsa tag'in ushlanib qolmayin deb tez yugurib keldim. Bemalol mana do'stlashib, xohlasangiz odam soniga qo'ysangiz bordi keldi qilib Xudo kelgusida inshaalloh. Inshaalloh. Mavada shu yoqlarga Xorazm taraflarga yo'limiz tushsa bir piyola to'rikida choyni ishimiz mumkin ekan. Inshaalloh. Inshaalloh. Ya nasib, ya nasib. Hozir ko'rsatuvingizdagi sinfdoshlaringizni hamma qizlarni, o'g'illarni aytib ko'rib bordim hammasini. Ana shunday qilib bir chiroyli qilib yoritib bersangiz men xursand bo'lardim. Bo'ldi. Xudo xolasa inshaalloh qilamiz. Endi ayolingizni Denovdan dedingiz. Denovda mening Sapiyib Yusuf degan kursdoshim bor edi. Garanoning mudiri bo'lib ishladi, kollejning direktori bo'lib ishladi. Tanirmikan o insonni? Sapiyib Mama Yusuf. Sapiyib Mama Yusuf. Denovda qayerdan? Denov shahrining o'zidan. Garanoning mudiri bo'lgan, Garanoning mudiri bo'lib ko'p yillar ishladi, keyin kollej direktori bo'lib ishladi. Boshqa tarafda Qaysi kollej? Endi hozir esimda yo'q mening. Uyiga borganman men bir mehmondorchilikka. Qarang, Denovda Moshin bozorining oldida bizning uyimiz. Denov haykalini ko'rganmisiz? Yo'q, endi hozir borganimga bir 10 yillardan oshib ketdi, 15 yillar bo'lib ketdi. Shuning uchun u narsalar esimda yo'q. Men shu Mama Yusufning uyiga to'g'ri borib, mehmondorchilik qilib, keyin qaytib ketganman-da. Yaxshi ekanda. U juda mana taniqli inson edi. Chunki Garanoning mudiri bo'lib ko'p yillar ishladi. Denovda kim? Men Denovdanman deb aytadigan bo'lsa, men shuni so'rasam, hammasi bilar edi. Endi siz boshqa yoqqa turmushga chiqib ketganingiz uchun esingizda bo'lmasligi mumkin. Qarang, men 40 yil bo'ldi Oltinsoyga kelganimga, 40 yil bo'ldi. Ish bilan yurganmiz. U odamlarni men tanimayman, lekin shaharda Moshin bozorida oldida uyimiz, otamlarning uyi. Bo'ladi. Bo'ladi, rahmat katta, rahmat. Sog' bo'linglar. Perikusni obязательно mahkam ushlang, perikusni. Mayli. Bo'pti. Ana ketib og'ayin bo'lib qolamiz, tanishib og'ayin bo'lib qolamiz. Bo'pti. Yaxshi insonlar bilan og'aynan bo'lish bu ham bir baxt. Alloh taolaning ehsoni. Mana shu kanalda 84 yoshli Samarqandlik Nasiba buvi Toshova degan bor. Shu bilan ham muomalamiz juda yaqin. Juda bir-birimiz bilan yaxshi so'zlashamiz. Sizlar ham shuning yozgan narsalarni o'qib ko'ringlar. Juda ibratli narsalarni yozadi Nasiba buvi. Qaysi kanal dedingiz? Mening o'zimning kanalim 70dan keyingi hayot degan kanalda. 70dan keyingi hayot. Shu kanalda, mening kanalimda. Bo'ldi. Bo'pti, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Akajon, sog' bo'ling. Bo'pti. Bo'sh vaqtlaringizda telefonda bog'laning. Turamiz, gaplashib turamiz. Ishtiyoqmiz. Bo'ldi. Xohlasa harakat qilamiz gap sizlar. Bo'ldi. Sog' bo'linglar, sog' bo'ling. Salom ayting hamma bolalarga. Rahmat, e'tibor uchun. Sog' bo'ling. Sizlar bilan men 72 yoshli pensioner Xorazmli Ozod ota Jumaniyozov bo'ldim. Suhbatlashdim va o'zimning ukamiz 65 yoshli Mengliboy bilan telefon suhbatimizni sizlarga qo'yib eshittirdim. Men hammaga ochiqman.
Eğerde kimde-kim men bilen yana telefonda suhbatlaşmakçı bolsa bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Faqat kunduz kuni soat 12dan kechki soat 8gacha qo'ng'iroq qilib suhbatlashishlaringiz mumkin. Agar bu video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar. Like bosinglar va kommentariyda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Mana shunday. Keyingi videolarda uchrashgunimizcha hammangiz sog' omon bo'linglar.